Akalar, bunaqasiga Yunusobod 5-bansiga chiqsak bo'ladi. Megaplanetga ham chiqish mumkin. Bunaqasiga bo'lsa 500 metr masofada Shahristonsky metrosi joylashgan. Ya'ni biz Yunusobod tumani, Yunusobod mahallasiga kelganmiz. Ko'pchilik Shahristonsky ham deyshadi bu joylarni. Yunusobod masjidigacha 200 metr masofada mana shunaqa 3 ta uchastkamiz qurib bitkazilgan. Maydoni 2 sotixdan bo'ladi. Bittasi sotilgan, ikkitasi qolgan. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Yunusobodliklarning eng sevadigan lokatsiyalardan biri. Uchastkamizni ko'radigan bo'lsak, bunaqasiga darvozaxonaga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Burchida sanuzlar ham joylashgan, letniy kuxnalarning ham joyi bor. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, tagida podval ham joylashgan bo'ladi. Birinchi etash kirishimiz mana shunaqa xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Panorama oynalar bilan birga. To'g'rida zal, mehmonxona. Bundan tashqari bitta umumiy sanuzl va bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Orqa hovliga ham kattagina joy tashab ketilgan. Ikkinchi etaj keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimiz ham mana shunaqa xoll bilan boshlanib, uni o'zidan terrasaga chiqishimiz mumkin. Jami 3 ta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzli bilan birga, bitta kattaroq razmerda xona va yana bitta umumiy sanuzl yonida yotoqxona bilan birga joylashgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikkinchi etajga ham plita yotqizilgan, 3-etaj mansardani qo'shish imkoniyati bor. Shu turishda ham binoning maydoni 250 kvadrat metr bo'ladi va uchastkamizning narxi $210,000. Hali kelishiladigan joyi bor. O'zligi полностью yashash uchun qilingan sifat bilan qurilgan xonadon, pastda egalarining nomeri. Akalar, bunaqasiga Yunusobod 5-bansiga chiqsak bo'ladi. Megaplanetga ham chiqish mumkin. Bunaqasiga bo'lsa 500 metr masofada Shahristonsky metrosi joylashgan. Ya'ni biz Yunusobod tumani, Yunusobod mahallasiga kelganmiz. Ko'pchilik Shahristonsky ham deyshadi bu joylarni. Yunusobod masjidigacha 200 metr masofada mana shunaqa 3 ta uchastkamiz qurib bitkazilgan. Maydoni 2 sotixdan bo'ladi. Bittasi sotilgan, ikkitasi qolgan. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Yunusobodliklarning eng sevadigan lokatsiyalardan biri. Uchastkamizni ko'radigan bo'lsak, bunaqasiga darvozaxonaga 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Burchida sanuzlar ham joylashgan, letniy kuxnalarning ham joyi bor. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, tagida podval ham joylashgan bo'ladi. Birinchi etash kirishimiz mana shunaqa xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Chap qo'lda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Panorama oynalar bilan birga. To'g'rida zal, mehmonxona. Bundan tashqari bitta umumiy sanuzl va bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Orqa hovliga ham kattagina joy tashab ketilgan. Ikkinchi etaj keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimiz ham mana shunaqa xoll bilan boshlanib, uni o'zidan terrasaga chiqishimiz mumkin. Jami 3 ta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Bitta katta yotoqxonasi o'zini sanuzli bilan birga, bitta kattaroq razmerda xona va yana bitta umumiy sanuzl yonida yotoqxona bilan birga joylashgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikkinchi etajga ham plita yotqizilgan, 3-etaj mansardani qo'shish imkoniyati bor. Shu turishda ham binoning maydoni 250 kvadrat metr bo'ladi va uchastkamizning narxi $210,000. Hali kelishiladigan joyi bor. O'zligi полностью yashash uchun qilingan sifat bilan qurilgan xonadon, pastda egalarining nomeri. Akalar, bunaqasiga Yunusobod 5-bansiga chiqsak bo'ladi. Megaplanetga ham chiqish mumkin. Bunaqasiga bo'lsa 500 metr masofa